Buyurtmani Belarus traktorini 86 yoshga to'lish munosabati bilan sizlarga Belarus traktorini qisqacha tarixini aytib bermoqchiman. Nechinchi yil chiqqan, u nechinchi yil paydo bo'lgan, qaysi traktor bilan chiqqan, shularni batafsil aytaman, bir tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Qani boshladik endi. Belarus traktorining tarixiy ildizi Belarus Sovet Sotsialistik Respublikasi davriga borib taqaladi. 1940-yillarda Sovet Ittifoqi qishloq xo'jalik texnikasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Shu davrda MTZ Minsk traktor zavodi tashkil etiladi. Hamma bilgan o'sha MTZ qisqacha aytganda. Minsk traktor zavodi Belarus davlatining eng yirik traktor ishlab chiqaruvchi zavodiga aylanadi. Zavod 1946-yil ochilish marosimi bo'ladi zavodda. Bu zavodning maqsadi Sovet qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalash, ayniqsa kolxoz va sovxozlarda foydalanish bo'lgan. Ular zavodda birinchi ishlab chiqargan traktori MTZ-2 bo'lgan. Bu kichik yerlarda ishlatilgan oldinlari, katta yerlarga to'g'ri kelmagan, lekin baquvvat bo'lgan, chidamli bo'lgan, remont qilish sodda bo'lgan. Shuning uchun ham xalq sevib, o'sha paytlarda ham legenda qilib haydab yurishgan ekan traktorlar, Belarus traktori MTZ-2ni. MTZ-2 yangisi MTZ-50 bo'lgan, u 1957-yilda ishlab chiqarila boshlagan. Eng mashhur ommabop traktorlarga aylangan mana shu traktorimiz. Birinchi qayerli bu Belarus 50. Keyin 1960-yildan boshlab 1970-yillarga boshlab MTZ yanada rivojlangan. 80 traktorlar ishlab chiqarish boshlagan. MTZ 80 traktori 1971-yilda ommabop ishlab chiqarila boshlagan. Bu kuchliroq bo'lgan, zamonaviyroq bo'lgan, ko'proq yuk tashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu seriyalar Sovet Ittifoqi bo'ylab keng tarqalgan va qishloq xo'jaligi ishlarida asosiy vosita bo'lib ishlatilgan. Zamonaviy davrga kelib 1990-yillardan keyin Belarus mustaqillikka erishgandan so'ng MTZ traktorlarini eksportga qilishga qaratdi. Hozirgi vaqtda MTZ traktori dunyoning 60 dan ortiq mamlakatlariga eksport qilinadi. Hozir bilasizlar, Belarusda 80 dan tortib xilma-xil hozir paytda ko'payib ketgan, zavod o'ta rivojlanib ketgan bilasizlar. Bir gapga bemalol aytaman, Belarus traktori bu sodda, ishonchli va keng tarqalgan texnika. MTZ zavod orqali ishlab chiqarilgan texnikalar Sovet davridan hozirgi kungacha qishloq xo'jalik yerlarida asosiy o'rin egallab kelyapti deb bemalol ayta olamiz. Aytgancha, Prespavorchi 1937-yili Amerikada kashf qilingan ekan. Biz Qirg'izistonda deb yurardik. Aslida adashgan ekanmiz. 1937-yili Amerikada tashkil topgan ekan. Xullas shunaqa gaplar. Hammaga omad.